Bugun sizlar bilan arzon kiprik qo'yib ko'ramiz. Konечный rezultati shunaqa bo'ladi. Bu kiprik juda arzon ekan, 25 mingga oldim. Ko'zim oqib tushmaydi degan umiddaman. Вот это поворот! Endi 9'ini olaman. 9'ini qo'yib ko'ramiz. Resnitsaga, kleyga hozir rostga allergiyam bor. Lekin hayotimni xavf-xatarga qo'shishga to'g'ri keladi. Sizlarga ko'rsatish uchun bilsanglar bilarsizlar. Mana bu taraf. Hozir 12-chi eng katta razmerini oldim. Eng uzunini chekkasiga qo'yib ko'raman. Mana farqini ko'ringlar, bu yerga polmi qo'yildi. Bu yerda qo'yilmagan o'zimning kiprigim. Mana shu bilan tugatdim. 12, 11, 10, 9 gacha qo'yib chiqdim. Birinchi marta bunaqa imенно kiprik qo'yishim. Baho beringlar. Bitlak.